Rinoplastika kursi bo'yicha demak sertifikatimizni o'zimizni demak qadrdon bo'lgan birodarimizga beryapmiz. Muxtorov bizda demak mana shu yerda bir hafta o'qishda yurdilar. Xudo xolasa bu olgan ilmlari manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Shu demak oxirida mana sertifikat xudo xolasa topshiramiz. Tabriklaymiz. Xayrli bo'lsin. Ishingizga omad. Bundan ham zo'r ilmlarga ega bo'lib yuravering, xudo xolasa. Rahmat. Hozir o'zlaridan bitta fikrlarni eshitamiz. Endi rinoplastika bo'yicha o'qishga asosiy Asqarbekka keldik. O'zimizda kamchilik bo'lgan rinoplastika sohasidagi kamchiliklarni to'ldirdik. Oldin ko'rganmiz, o'qiganmiz deb o'ylardik, no bu yerda kerakli bo'lgan narsani oldik. Rinoplastika o'zimiz. Xudo yana ham davom ettiramiz, nasib bo'lsa. Ilmingizga ilm qo'shilsin. Rahmat. Alloh bundan hamisha ziyoda qilsin. Amin. Aytgangiz kelsin. Rahmat. Bardavom bo'lsin. Xudo xolasa. Rahmat. Omad o'qishlaringizga. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Xo'p, xudo xolasa navbatdagi rinoplastika kursi bo'yicha to'liqroq ma'lumotni ozgina vaqtdan keyin beramiz.